Assalomu alaykum aziz muxlis. Makron Ukrainaga qo'shimcha 2 milliard yevro harbiy yordam ajratdi. Kecha Fransiya prezidenti Emmanuel Makron Parijda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni qabul qildi. Qayd etilishicha, tomonlar ko'ngillilar koalitsiya sammitiga tayyorgarlik ko'rish uchun uchrashgan. Bu koalitsiya Ukrainaga uzoq muddatli xavfsizlik kafolatlarini berishga tayyor davlatlardan iborat. Ushbu uchrashuv doirasida Makron Ukrainaga yana 2 milliard yevro miqdorida harbiy yordam ajratishini ma'lum qildi. Yangi harbiy yordam paketi quyidagilarni o'z ichiga oladi: Milan tankga qarshi raketalari, Mirage qiruvchilar uchun Misa raketalari, Mistral zenit raketalari, bronetexnika, o'q-dorilar, dronlar. Makron bilan birga so'zga chiqqan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQShning o't ochishni to'xtatish masalasidagi ishtirokiga umid bildirdi. Biz Saudiya Arabistonida AQSh bilan bir necha bor muzokaralar o'tkazdik. Natijada zaruriy yordam va razvedka ma'lumotlarini oldik. Amerika bizga qisman o't ochishni to'xtatish imkoniyatini ta'minlay oladi deb umid qilamiz va bunga ishonamiz, dedi Zelenskiy.